Qarang, hozir sizga savol beraman. Agar savolimga to'g'ri javob bera olsangiz, 100 ming so'm sizniki bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Qarang. Afrosiyob elektropoyezdi sharqdan g'arbga qarab yurib ketyapti. Uning tutuni qaysi tomonga qarab ketadi? Osmonga qarab. Lekin afsuski, javobingiz noto'g'ri. Sizda pul yutug'ini saqlab qolish imkoni bor. Tayyormisiz? Tayyorman. O'zbekistonda qaysi universitetda kontraktni hech qanday oldindan to'lovsiz va foizlarsiz 12 oyga bo'lib to'lash imkoni bor? Bilmadim. Unda men sizni hozir shu universitet bilan tanishtiraman. Toshkent kimyo xalqaro universitetining boshqa universitetlardan afzallik tarafi nimada? Bu universitetda siz kontrakt to'lov summasini hech qanday foiz va oldindan to'lovlarsiz 12 oyga bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va undan tashqari, ikkinchi kursdan keyin o'qishingizni Koreya, Yaponiya, Amerika va boshqa bir nechta Yevropa mamlakatlarida davom ettirishingiz mumkin. Qarang, hozir sizga savol beraman. Agar savolimga to'g'ri javob bera olsangiz, 100 ming so'm sizniki bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Afrosiyob elektropoyezdi g'arbdan sharqqa qarab yo'lga chiqdi va Afrosiyob elektropoyezdining tutuni qaysi tomonga qarab chiqadi? Unda tutun chiqmaydi. Nimaga? Elektrichka-ku. Tabriklayman, to'g'ri javob berdingiz. Abdusha katta rahmat.